Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa navbatdagi qo'yxonalarimiz o'rnatdik. Xo'p, buni yig'ilib sochiladigan ko'rinishlarga bitta ahamiyat beramiz. Va dahshat ideal darajada chiqdi. Xo'p, qo'yxonamizning razmeri uzunasiga 2,5 metr, tomlari bilan ko'ryapsizlar, slivlarni orqaga qilib yasab berilgan. Bu qo'yxonamizda o'sha 4 ta qo'yda bemalol boqsa bo'ladigan sharoitda, mana ikkitadan 4 ta. Oyoq tagini poltaxta qilingan, go'ynari orasini tushib ketaveradi, to'kilgani bemalol yig'ishtirib olib olishga ham qulay qilib yasalgan. Tomlarni ko'radigan bo'lsa, orqa ko'kilon orqasidan tushib ketaveradi, to'kilib ketaveradi. Xo'p, qishda ham buni atrofini bitta salafan bilan o'rab, choyli holatda bemalol atrofini o'rab boqsa bo'ladi. Xudo xolasa, qo'yxonamiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Kimga shunaqa qo'yxonalar zarur bo'lsa, pastda raqamni qoldiramiz. Aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Ichida turgan qo'ylar hozir bir gideta 100 kilo atrofida qo'ylar turibdi. Oxirlari konteynerlist bo'ladi akalar. Kimga shunaqangi sifatli xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zimiz xudo xolasa zo'r qilib chiroyli qilib beramiz. Dastavkalar Farg'ona, Marg'ilon shahar ichiga bepul. Qolgan joylar kelishilgan holda, O'zbekistonda xohlagan joylarga dastavka qilish imkoniyati bor. Faqat kelishilgan holda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.